Sir emaski, aholining ko'p qavatli turar joylarga bo'lgan ehtiyoji ortib borishi infratuzilmani kompleks rivojlantirishni ham talab etadi. Shu ma'noda Sho'rchi tumanida yana bir muhim yirik loyihaga qo'l urildi. Tuman tarixida ilk bor joriy yilda hududdagi 10 ta mahallada kanalizatsiya tarmoqlarini tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Mazkur yo'nalishda Turkiya davlati bilan hamkorlik alohida ahamiyat kasb etmoqda. Sho'rchi tumanida ilk bor kanalizatsiya tarmoqlarini qurish bo'yicha start berildi. Ayni kunlarda Sho'rchi shahrini ushbu kanalizatsiya qurilishi 8 ta mahallani qamrab olib, shaharning markaziy uzun ko'chalari bo'lgan Amir Temur, Mustaqillik ko'chalarini to'liq qamrab oladi. Bu degani demak markazimizni to'liq qamrab o'tib ketadigan kanalizatsiya qurilishi albatta bo'ladi. Bu kanalizatsiyamiz umumiy uzunligi, tarmog'imiz qurilishining uzunligi 45 kilometrdan iboratdir. Ayni vaqtda bosh buyurtmachimiz Jahon banki 14 million AQSh dollarini ajratgan bo'lib, Turkiya davlati bilan hamkorlikda ish olib borilyapti. Sho'rchi tuman tarixida kanalizatsiya tarmoqlari hech tortilmagan va bu hozir kanalizatsiya qurilishi shaharni yangi istiqbollarini, yangi kelajagini, yangi infratuzilmalarni zamonaviy bo'lishiga yo'l ochib beradi. Ko'chib kelganimizga 2 yil bo'ldi. Juda ajoyib gaz, suv, svet, hamma sharoitlari juda ham zo'r. O'zim Sho'rchi tumanidagi 32 davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ish faoliyatimni olib boraman. 2 nafar farzandim bor. 2 nafar farzandim ham juda namunali maktabda, ya'ni 3-son maktabda ta'lim olishadi. Biz sharoitlardan juda ham xursandmiz. Faqat bizda bitta muammo bor edi, kanalizatsiya muammosi. Hozir eshitishimiz bo'yicha Sho'rchi tumaniga kanalizatsiya kelayotgan ekan. Biz buni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Nafaqat men, balki biz kabi ko'p qavatli uyda yashovchi barcha fuqarolar bu xabardan juda ham mamnun bo'lishdi. Sho'rchi tumanida kechayotgan bu o'zgarishlar faqatgina bugungi manzara emas, balki ertangi farovon hayotning mustahkam poydevoridir. Yangilanayotgan yo'llar, qad rostlayotgan uy-joylar, kengayib borayotgan imkoniyatlar zamirida inson hayotini yengillashtirish va uning qadrini yuksaltirishdek ulug' maqsad mujassam. Bu esa o'z navbatida Sho'rchida amalga oshirilayotgan islohotlarning aniq natijasi sifatida farovonlik sari tashlangan dadil qadamdir desak hech bir xato bo'lmaydi.